Mana Ravshan aka mashinalardan ham qutulib oldingiz. Rosa xursand bo'ldim, to'g'risi. Mana aka xohlasangiz, mana Gentra mashina bor. Buni tashab ketsangiz, hisob-kitobini qilamiz aka, shunda haydab ketaverasiz. O'zi juda ham qiynalaman pul topishga. Hozir agar bu Gentra oladigan bo'lsam, haqiqatdan yana qiynalib qolishim mumkin. Bo'ldi aka, bitta o'ylab ko'ring. Siz mashinani yaxshi haydaysiz aka, bir 2-3 kun ushab turaman. Bugun bir ro'zg'orlik qilib, uydagilarni xursand qiling. Aka, mana lahm go'shingizdan 1 kilo tortib bering. Bir bayram qilaylik uyda. Bu olmay sar qimmatli qilar ekan. Yaxshi ekan-u, lekin mana bundan qilib bera qoling. Bo'lsak so'may qimmat ekan-u. Mana ish ekan, bu arzon ekan. Adasi, uyda svet o'chib qolganiga ham 3 kun bo'ldi. Ozginchadan keyin gazni o'chirib qo'yar ekan. Endi nima qilamiz? Nimaga qayg'urasan, onasi? Bugun arendadan qutulgan bo'lsam, mashina men nomimga o'tgan. Xudo xolisi 2-3 kunda pul topamiz-da, gazni ham svetni ham to'lab qo'yamiz. Adajon, fond puliga 50 ming berishimiz kerak. Bitta bizga qolmas, qolgan hamma berib bo'lgan. Qizim, sani pulini ertaga maktabga borayotganda beraman, xo'pmi? Ravshan! Kim? Komiljon namoziga o'xshatdimi deyman. Shuna chiqib keling. Ya o'rta, ke, yaxshimisan? Uyga kir, cho'pon qilamiz. Keyin safar o'rta, oldingi ish bilan keldim. Bu mazalar yo'q. Analiz o'ziga 3000 dollar ketar ekan. Sendan boshqa so'raydigan odam topa olmadim. Dardini bergan, shifosidan bersan o'rta. Xavotir olma, xudo xolisi. Bir pastir uyingga o'taman o'rta. Adasi, tinchlik ekanmi? Nega nasrangiz yo'q? Tinchlik. Keling. Choy tayyorlab beraman. Sen bolalaringga qarama, hozir kelaman. Aka, oldingizga bejizga kelmadim. Mana shu mashinani sotib olsangiz-da, pulini qilib bersangiz. Keyin yana o'zimga qaytadan arenda qilib bersangiz. Tinchlikmi aka? Nima majbur qildi mashinani sotishga? Bir do'stim bor. Yoshligimdan birga katta bo'lganmiz. Qanaqa qiyinchilik bo'lsa birga ko'rganmiz. O'shani boshiga musibat tushib qolgan ekan. O'shaning uchun mashinam ham ko'zimga ko'rinmadi. Ravshan aka, xafa bo'lmayman, bu mashinangizni aka ola olmayman. O'rtog'ingiz keladigan bo'lsa aka, shu ro'za Ramazon oyida shuni ehson qilaman deb niyat qildim. Ikkalamiz ham nomimizdan berib qo'ying aka, haqqimizga bir duo qilib qo'ysang iltimos. Do'stlikning eng past dozasi nari o'rtog'ini g'amini o'zini g'ami bilan teppa-teng qo'yadi.